Men 35 yil bo'ldi deydi. To'xtab deb bitta. Bitta gapiraman, ketarimni qaytib kelmayman men. Mana eshitibsiz. 5 gapiraman. 5000 berasan. Boşa gel Şumay. Satmasan sen hemen ayı. Verin. Ver maaşı o adam. Ver şunge. Var bana kadar ver. Hadi. Ver. Nesin telefon? Ver. Kursan size veririz. Var. Ağzınız 25. Var sana. Ver lan. Var. Sen yerden balası kesine, buluk bayda sen o bacı girmek vereceksin. Sen veret verirse kendi kalmanda. Sen yer kesin orada. Sen çay içmeye kendi kalmanda. Gürücü girmek. Sen yerden bala kesin. Sen ne sana gel yani? 22'ye verin. Verin. Var deyin. Ketti var. Sen yerden gel. Kualığa gel. Alacaksın. Balası kessin. Barakasın versin. 122 mingga bitdim ekan. Otlar arzonlab ketdi inshaalloh. Kulun bozama bir, kulun bozama. Ay bu can. 110 ming. Roman yaptı gene 110 ming oldu. Bunga qilish kerak. Ha mingiz çok ekan. 110 mingga. Buna qancha aka? 200 ming so'm ekan. Bugungi chiqarishni do'stlar shu bilan so'ngga chiqaramiz. Ko'rishguncha do'stlar omon turingizlar. Keyingi chiqarishlargacha. Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, hurmatli YouTube ko'ruvchilar. 21-aprel 2024-yil Mo'qatdagi Jilti bozor tartibida. Adilovani tarta berasingmi deb jolib aytasizlarmi? Qayrada shu Adilovadan qilishayotganmiz. Nega deganda savdo bo'lib o'tgan yer shu yerda do'stlar. Shundan o'zingizlarni kenen erkin qarmoq chiqarishni ko'ringizlar. Hay. Siz alışınız gereken Adilov ha? Olish kerak. Var Yomon qiyin. Var deb turib. Olishga yaxshi, sotishga. Endi roza qiziq har roza 50 ming kam yozadi. O'zingizga o'xshash bir Roza qiziga har olmaz. tovush kerak-da bro. Qanchaga berib aytasiz? 200. 200 mingga. Aytilishi qancha? 350. 350 ming. Jamiyat shu 60 mingga nima og'ir ketgan. O'zim og'ir 210 mingga chiqdi, sotilmadi do'stlar. Aytilish bahasi 350 ming so'm. Agar qiziqqanlar bo'lsa, Adilovaning telefon nomeri bo'lsa kerak baringizlarda. Baylanishga chiqib, savdolashib turaverasizlar. Ortiq Ali sen tayab kirmashing kerak ekan bozorga, bormi? Reklama bo'ladi. Maşallah. Atlardan saçlar kirgen menimce. Toratın bazı kança kan? 350 min, 150 min mi? 350 min. Caşiçe? Bıştı va? Bıştı ken da, bıştı. 350 min son. 350 min son. Pazar kança verdi? 150 min. Жақсы verdik burağa. Жақсы bağ verdik. Qanchaga ketdi aka? Alo. Qanchaga ketdi? 94 mingga. Ne oldu toqa brat? Qanchaga? 100 ga. 94 dedik ey. Men 100 ga satdim. Ha. Ulan dostlar bugün biraz atlar
Azırak kirgendey go. Qancha ekan attın basıga? 250 ming. Jashicha? 8 yaş. Rasa bir küçük tolga mezgil eken da. Ulağı uyuru. Sen işte kolawşunda. Bavul tavı. Surada da. Жақсы, жақсы. Bavulukka moso numerin qaltırışın gereği yok. Şabdan Palvan aldınızlar da mınaka. Papandan gelgen Şabdan Palvan. Aldığındağı mingen at. Karakan kaymanatındağı bağısı 150 min ha? 150 min kem var. Jashicha? Kaça? 2 asi. Men şu dostum numerini qaltırıp koyayım. Papandan bular ertemenen gelgen eken. Ya keçirak etip qo'ygan ekan buguncha. Mana soda boldat ha, Şabdan? Qanchaga? 110 mingga beribdi. 110 mingga beribdi. Numerini aytib qo'ying so'raganda. +96 778 men ha. 04 09 69 ha. Numerine baylanışga chiqasizlar. Şabdan Palvan. To'g'ri qo'shqa. Qancha deb turishyapti ha? Qanchaga attın bası? 400 ming. Jashicha? 5 yaş ha? İkası. 400 ming so'm kem var. Bavul tava? Surada da? Жақсы. Үйірі қандай екен? Үйірі бар. Жақсы деген. Satıldı mı? Qanchaga ketdi? 100 mingga satıldı dostlar. Satıldı mı? Satıldı deb qo'y. Yo, qancha ekan akam? 1000 yuradi ekan ha? Ko'rinish ekan. O'zim turib o'zim javob berib qo'yaman. Oljovoy aka chindig'ida menen cho'ng ekan. Bu kishi menen 3 yosh cho'ng ekan. Buni oljo deb yuraverdim. Oljovoy aka assalomu alaykum. Oljovoy palvon. Aldida mingen art, jerde qashqa. Attın bazı qancha dedingiz aka? 500 ming. Bola g'irt qasam. Yo'q e? Ha, jalg'az suylaydi. O'shant odamlar elni aldab atsat. Hey! Va Abdulla palvon bu. Olacak ha? Yaş qancha ekan attın? 7 yaş. Boyu qancha chiqib qoladi? 65 dan uyda. 65 dan chiqib qoladi ekan. Go'sht otgan aka? Şu olacak hamın telefon numarini aytayın hazırcha. Bu canavar 5 qashqa emasmi aka? Arqalar olgan ha? Arqa yutqazib olgan. Çatqa ayaqni ko'ringizlar. Olca aydaşlar. Çatqa ayaqni kendi. Onu reklama qilavermasin. Ulağı uyur ishonchli bu. Bola yaxshi bola, otlarni O'zbekistonga sotib o'tadi. Jalg'az suylaychi, Saydulla. Aha. Yaxshi yigit o'zi. Nomerni aytib qo'ying olacak so'raganlarga. Uyuri yo'q, ulog'i bor. Ko'rdingmi, uloq sizdan tutib qoldi, ulog'i garantiya deb o'tasiz. Nomerni aytib qo'ying so'raganlarga. 596 505 ming ha. Qancha? 1704 88 nomerine baylanışga chiqasizlar. Sodalashib, bağlashib ko'rsangizlar bo'ladi. Adilet palvon. Qanchadan bo'ldi so'rmoqlar? 45 dan. Naka. Qo'yada turibdi. Matı görüşler. Bugün biraz atlar azırak gelgen soda boluta 100 ming, 150 ming tegeregindeki sodalar boluta tamam. Emi be kulun bazarını görüşler sizlerge. Жақсы be kulun izleyenler көрсеңіздер болады. Mına Yusuf'tan bir kulun bübeye çıktır. Kulun bübeye çıktır dostlar. Qancha derdin Yusuf? 250 ming so'm debdi do'stlarniki. Qulni urg'ochi erkak be? Yusuf. Urg'ochi erkak qulni. Erkak qulni. 250 ming so'm. Yusuf'dan numarini aytayın men so'raganlarga. Yusuf numarini aytib o'tgan.
Surağanlar. Aka bu Birovniki? 05 12 Şu numara baylansa çıksanızlar болады gene. 250 ming dedin mi? Bura dostlar, Yusuf'a sırası klient geldi. Qanchaga suradınız aka? Aytib qo'ying. Qanchaga suradınız? 40 mingga ona qulunna. Beyni qanchaga berasың, Yusuf? 200 mingga beraman ona. 200 mingga yana olaverasың ba? Vo, 70 ming oldu. Aydachi? 70 mingga. Yana sizga beraman desa, to'lasini 40 ming. Zo'r narsa ekan inshaalloh. O'ta xush bo'lasizlar. Qulun bozor dostlar, ko'rsatamiz qayradan. Bugun cho'ng'aylar kirgan dostlar. Hozir sizlarga bir chekadan ko'rsataman hozir barim. Ko'kpeyni qancha dedingiz aka? 300 ming so'm. 300 ming so'm kim bor? Ular baytallar dostlar. Ular yine bola o deyim ha? Yine bola. Köten erkek mi? Kaç dediniz? 113 mi? 113 mi? Çomreler maşallah. Arkadaşlar aylandırıp başladı var. Aylandırıp başladı. Beyler de hazır. Beyler kelipti, çomlar. Ana gel. Buna dostlar, bozar içindeki çoğun beyler. Bunda Kökjal turadi dostlar. Kökjal. Beyler sizden ne kadar? Bulardan yaşıgan çok kaldık yani. 7-8. 7-8. Az boz kısır var. Biraz az. Tuğla kapalı. Tuğla geldin ha. 1.80. 1.80. Coşlu. Tak. Coş gene, boy büyük gene lan. 1.80. 410 ming ha, aytilishi qancha? 600 ming. 600 ming so'm kim var? Ömür aylandirib ko'rsatang. Ko'proq. Ha, bergan ama, chiniq. Ha, ko'proq bo'lsin. Ko'proq boshimiz ko'rinsin. Cho'ngboy bozor ichidagi. Ava. Maşallah. Bu beyden tuğulgan aqdemi qanday atib elestet ko'ringizlar. Boy 1.80 ekan. Bunun janındagi bu 600 ming so'm ekan. 600 ming so'm. Az yesin telefonum verin aytam men. Sodalashib, bağlashib ko'rsangizlar bo'ladi. Maşallah, mana beyni cho'ng inshaalloh. Bunun yaşı 8 dediniz ha? 7. Bağısı kaça bunun? 600. Bulda 600 mü? Arkası 700. Markı 700 bile ha? Uca kurtarılıp gitti uca. Ya arkası 700. 700. Tak. Bunun boyu kaça çıktı lan? 75. Kulü. Tak. Joşlar mı? Boyu büyük ekan. Numeringizdeki so'raganlarga aytib qo'yaylik ha. 220 menen. Plus 96 220 men ha. 14 21 40. 14 21 40 nomerine baylanışga chiqasizlar dag'in. Sodalashib, bağlashib ko'rsangizlar bo'ladi dostlar inshaalloh. Soda bo'lib turib, mana bega 410 ming so'm beribdir bozor. Az dostlar, mana qulunni benda ko'rsatib beraman sizlarga. Samavi, qanday mashin ichara. Bir jumalık qulun o'xshaydi ha? Ha. Qancha kunlik? Qancha kunlik qulun bor? 10 günlük. Erkek burgachi? Burgachi mi? Ya qancha dedim ki meni vallahi. 130 ming so'm kim var? Anan Samavi. Sağ o'xshagan. Ha bu bor, sigar. Sağma 130 ming so'm kim var? Kam ay bey qayaqda bo'ladi? Kökjarda. Kökjarda ama katta. Nomer so'raganlar aytib ket. Qanchanchi qulunmusun? 5-6 tuğan. Nomerin so'raganlar aytib ket. Sağma izlegenler ko'rsin inshaalloh. 701 menen 893 780. Daha bir taqatlab qo'y. 701 menen Ha. 893 780. Şu numara baylanışa çıqasizlar dag'in. Sodalashib, bağlashib ko'rsangizlar bo'ladi. Bundan da bir quluncha da dey, maşallah. Ana.
Ağza. Çat. Çut. Şöyle. Kızgan tavuğu değil mi? Yok hazır. Ne bala kaç eken? Kulundu be. Kaça? 250 mi? Kaçanç kulunu? İkincisi? 250 bin son. Birinci kulun değil, ikinci kulun değil. Bak şunda var. Gözü. Ha kulunu da urga çıkan bırak. Maşallah maşallah. Sağ ürettin be. Sağ mesken. Ulan telefon numarını da kayıtlı da emas. Bırak yaxşı bir ekan. Acaba o da mı? 250 bin son. 250 bin son. Kaç ekan bu? Bunu kaça da atarsa o? Hayır. 5 bin son. Lo satıldı mı diyeyim ha? Satıldı mı? Yok. 60 dep turadi. 60 bin son. Baytal. Ruvaç baytal 60 bin son. Kullanırken anca bir işer mi? Hataylar günden eken? Köktör. Bizden. Qanchadan eken? 200-220'den diye. Bak cerdə qancha cerdə? Yerde 200. Qishda o'xshaydi bular? Sizga 2 yaşar ular. Narigi ko'k bilan mana sizga 2 yaşar. Mana 3 yaşar.